Bu o'yinni o'ynab juda ko'pchilik anchagacha o'ziga kela olmagan. Xullas bu o'yinda juda ko'pchilik o'ynashga tavsiya bermadi, sababi anchagacha o'ziga kela olmaysiz. Shunga o'xshagan gaplarda aytishdi. Men o'zi logichni o'ylab qarasam yoki o'yinlarda o'ynaydigan bo'lsam, ujus yoki shunga o'xshagan o'yinlarda o'ynaydigan bo'lsam, umuman bunaqa o'yinlardan qo'rqmayman. Lekin agarda u real voqealiklarga asoslangan bo'lsa-chi, ya'ni rostdan bizni dinimizda, aqidamizda bor jin, iblislar haqida bo'lsa-chi, unda bu boshqa mavzu, to'g'rimi? Bugungi videoda Iblis 1 degan o'yinni o'ynab ko'ramiz va bu video jin va shaytonlar haqida. Yaxshilab joylashib oling. Videoni oxirgacha ko'ra olasizmi yo'qmi, duxingiz yetadimi yo'qmi bilmadim. Bu o'yinni lekin men ham birinchi marta o'ynayapman va birinchi emotsiyalarim bilan sizlar bilan bo'lishaman. Xo'p, bu kanalni yangi ochdim. O'z aslida stream qilib sizlar bilan birga o'ynamoqchi edim, lekin stream qilish mumkin emas ekan yangi kanalda. Shuning uchun videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib keting. Bo'lmasam biz bismillah deb tahorat duolarni qilib boshlaymiz. Ha, demak, hozir men Qur'onni o'qibman. Ey Alloh. Boshlanishi yaxshi. Jonchalik qo'rqinchli emas, qani chiqaylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullah. Musulmon domlalar uyida mana shunday narsalar turadi. Qiziq. Yoki bu yerda bitta dindan boshqa dinda bo'lgan odamlar ham yashaydimikin? Bunaqasi yaxshi emas-da. Svetda o'ynamaylik. Bismillah. Och eshik. Xo'p. Cho'chimasdan pastga tushaveramiz. Bu oddiy o'yin. Ekranni nima ichkarisidan bunday chiqavermasa kerak. Bu qo'qishga hojat yo'q deb o'ylab, astagfirulloh. Rasmlarda o'qiyapman-ku. Qani? Qorong'ulik sari hech kim yo'q. Bu rasm lekin zo'raga. Hop. Bu qorong'ulikka borish kerak. Find the exit key. Demak, chiqish kalitini topish kerak ekan, shunaqami? Qani bizda ruscha bormikin? Yo'q. Bizda ruscha yo'q ekan. Controller yo'q. Demak, ingliz tilida o'ynashga majburmiz. Hop. Chiqish kalitini topish kerak ekan. Kalit qayerda ekan bizda? Find the key deyapti. Kalitni top. Find the key. Hamma yo'lda kalitni top deyapti. Demak, eshiklarni ochish uchun bizga shunda kalit kerakmi? Kalit biz chiqqan xonada yo'qmikin? Xo'p, xona ko'rinishdan haligi narsa qo'rqib ketganda kirib oladigan xonga o'xshayapti. Esishto eslab qolamiz, ashak kiramiz. Bu narsa yoqmadi. Xo'p. Bu yo'q ham ochilmaydi ekan. Bu yoqda bo'lsa chiqish yo'li bormi, yo'qmi? Xo'p. Endi to'g'ri tushunasizlar, men ham birinchi marta o'ynayapman bu o'yinni. Ya'ni hech qanaqa bir YouTube'dan ko'rib, o'rganib qilgan joylarim yo'q. Chiqish kalitini top deyapti. Menimcha uyda hamma joyga bordik, lekin hali kalit ko'rganimiz yo'q. Mana bu Iranning prezidentiga o'xshaydi. Hop. Bizni ovoz bilan qo'rqitmoqchi. Kim mana shunaqa rasmni uyiga iladi? Parasat bormi?
Uy vroye bitinch. Nima qimildayapti endi bu? Ha, demak bu yoqda ham yo'l boshqa kerak. Ha, bu yoqqa chiqish uchun ham hozir o'chirib olaylik. Kalt qayerda ekan endi? Find the key. Hop, kaltni top deyapti, lekin qayerdaligini kaltni aytmabdi. Qanaqadir klaviaturani bosish kerakmi bilmadim. Eshikni yopib qo'ysak ham bo'lar ham. Eshik yopilmaydi ekan eng kuzigi. Ochilgandan keyin. Kalit. Oh, yomg'ir ham bemahal yog'yapti. Yo'rdi oddiy uy. Uy. Moy eshik yopilib qolganmi? Adashmasam o'ng tarafga ham eshik bor esti, ochiq esti. Ya Alloh. Hop. Cho'chimaymiz. Lekin bunaqa horrorlarni kam o'ynaganman. Kinolarni ko'p ko'rgan bo'lsam ham horrorlarni hech qo'lim bilan o'ynab ko'rmaganman. Bunday ko'rish boshqa. O'zingiz o'ynab ko'rishingiz yana boshqa. Qayerda ekan kalit? Qanaqadir joyda orqasidami ekan? Kalit qayergadir yashilganda shu yerlarda qarab yurish kerak menimcha. Unaqa qilmanglar-da. Kalit yo'q-ku. Find the key deyapti. Where is key? Anda kim aytdi? Uy. Mo. Kim yapishtiradi bunaqa nimalarni? La ilahe illallah. Eshik o'zidan-o'zi ochilib ketdi. Men ochmadim ama. Yopilma lekin. Kalt topib uydan chizish kerakmi shunda? Hop. Ma na всякий случай страховка olsa yo'maydimi? Ja, bo'lmay qolgan joyga yotib olamiz. Qani bismillah. Kalit yo'q-ku. Eshikning tagida ancha tursa eshik ochilamki, men ham bitta eshik bor edi. Qani jicha turarlikcha eshikda oldi. Ba'zi eshiklarda oldiga borsa kalt topmaydi ekan. Lekin ba'zi eshiklar o'zidan-o'zi ochilib ketadi ekan. Hop. EF. Okay, interesno. Ammo yopilib olsa yomon bo'ladi. Kalit qayerda bo'lishi mumkin ekan? Qiziq. Cho'chimaymiz, bu faqat ekranning orqasida. Yana qanaqadir eshik bormidi? Ochib ko'raylik, chiqani pastroqqa tushib. Ba'zilarda find the key deyapti. Ba'zilarda umuman indamayapti. Qani bunga ham find the key deyapti. Muzikani qo'yib qo'yaylik.
Sümbülecan, sümbüle. Parka o'changda qolib ketdi. Demaydi, kalit borga o'xshayapti. Oppa. Mana kalit qayerda? Kalit 90% mana shu yerda, chunki bizda boshqa xona qolgani yo'q. Qani bismillah. Ochlasami? Ve unaqa shit qilmanglar-da. O'zi ham 90-yillarni beryapti-ey bu uylar. Where is the kalit? Qayerda ключ? Where is the key? Bu yoqda nima bor? Yo, boshqa eshik ham bormikin bizda? Kalit mana shu yerda bo'lishi kerak-da. Qani? Dalshi. Hozir bilishinglar uchun xonada hech kim yo'q. Bitta o'zim o'tiribman. Sizlar ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zingiz ko'ryapsizmi? Netchida ko'ryapsiz? Qayerdan ko'ryapsiz? Albatta qiziq. Find the key. Bu yerga ham key kerak ekan, lekin kalit qayerdaligini hech kim yozmabdi. O'chirib qo'yaylik. O'ch. Tepanki etajlarda lekin uy qolmadi-da, hamma uy tekshirib chiqdik. Yoki chiqqan xonamizda bormidi-ki, kalit? Yo'q. Hey! O'zim o'ta bir tartibli odam tualetda o'tirgan ekan-a. Kalit cho'milib tushirib qo'ydimikin ya? Kalit ko'rinmayapti akalar. Hech qanaqa knopkalar ishlamaydi ekan-a. Nafsak qiluvchi baby shatni turni qo'yib olay. To'xtab turinglar. Agar ja qo'rqinchli moment chiqib qoladigan bo'lsa, qilib bosamiz. Kalit qayerda bo'lishi mumkin? Yo bizni qo'rqitmayapti, yo bir boshqa qilmayapti. Qo'rqmasdan yuraver, nima chiqaveramidi senga? 2 metrdan qarab chiqdimi, hech narsa yo'q. Bular ochiladimi yo? Ochilmayapti hamda.
Sen açılar mıkin ya? Ham yok gördüm. Kalit katta bo'lishi mumkin ekan. Oh! Allahu Akbar, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Yeah, korktu yaptı. Find the exit key. Ananı evin içi galatom ket. صوت غريب يا جماعة. كل من الأرض وما فيها. معك حنا açılıp kaptı. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Oh. Ye, eşi bari değil mi etti? La ilahe illallah. Evet, eşi vardı. Kogurca yok okası. Yo, korkma, bu adli kogurçak. Bir tepsine ikiye bölünüp aladı. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu Ekber. Bu atmosfereyle koktu değil mi? Materat yüreği olamadı. Ayo çaptı. Yaş. Korkma, ekrandan ergi vermeydi. Bismillah, tevekkeltu alallah. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Uy. Yeni açılıyor değil mi ağalar? Uy, kim yaptı? Ama mıltı davası bu mu? Değil mi? Sürat mi ya ama? Değil mi? Polkalar açılı yaptı. Başka itteki polkalar ama açılsa gerekendi. Hop, pastga tushgan qo'hi yopan tali kogurcha yo'q bo'lib qoldimi deb. Hop. İyi meyitdagi tombuchkalarchi. Bismillah, tavakkaltu alalloh. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. To'xtanglar, birinchi namoz o'qib Qur'on o'qib olaylik.
Keyin daşı davam etamiz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun. Ovozimi eshitadimi bu? Aa! Nima amollari? Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı zekey. Hizmette müziğimiz vardı, Svet'an vardı. Svet düzü koyuşuptu. Ekrandan ilgi vermeydi, baravar. La ilahe illallah. Açıla kalsayınca endi. Svet verip yedirler. Tepeden düşüp etti tamam nerselerce. Uyma, stop. Uyma. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallah manuma endi. Eşek! Bizim konuşacağımız kanı. Mette oyuncağımız vardı bizi. Yok. Ben açmadım bunu. Kim açtı? Kalit hiç neresi yok be. Başta açılmayadı o duşular. Ben yapıp getip bana. Yü. Ne yakın herseler. Endi açılar. Bismillah. Yine tepeye çıkamız mı ha? Vaa!
kichkina Qur'on qo'laylik. Bismillahirrohmanirrohim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Gördüylarmi? Birov kirib ketganga o'xshadi, menga shunaqa tuyuldimi dushka. Qani, mahona qoldi, bitta ko'rilmagan. Ey Xudoyim! Ey Xudoyim! Bitta lampachka bor edi, o'sha zo'r yonyapti. Nima deb bersa yo'maydimi buni? Ochib ketuvdik, ochib bo'yicha turib tutgan yaxshi. Ya Allah! La havle ve la kuvvete illa billah. Bitti kalit topdim. Bismillah tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Geçmemiz. Давай. Let's do it. Давай. Ey Xudo. Mashkal boshdan beri olmayapti. بسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم La ta'khuzuhu sinatun ve la تأخذه nawm. سنة ولا نوم Kim ana? له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه Ya'lemu ma bayna يعلم ما بين aydihim أيديهم وما ve خلفهم halfahum ve la yuhitun bi ولا şey'in يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ve siye kursiyuhu semavati vel ard ve la ya'uduhu hifzuhuma ve huvel aliyyul azim. Let's get it. Ya baltanı alıp çalaversem bo'lmaydimi ki ne şunu? Yana bitta kalit topishimiz kerak biz. Hop, bizga ochilmagan. Yana bitta mahonamiz qoldi. Mana kala o'tiribdimi? Yaxshi. Ha, har bitta xonaga bittadan kalitmi o'shunda? Ochilmagan nimalarimiz qoldi bizi? Mo'alarni ochdi-ya. Astagilarni bilmadim-u. Mohonaga ham anchadan beri kirmadik. Xonalarga o'shunda o'chirit bilan kirishgan. Ha, mo'alar ochilmadi bizda. Mo'alar bittasi ham ochilmayapti. Menimcha tashqariga chiqadigan eshik mashetda bo'lsa kerak. Hozir biz bir narsa ko'rindi-ku ko'zimizga. Demak biz o'sha yoqqa borishimiz kerak yozman maqqa. Oshxonaga. Ey Alloh, ma qonlar yo'q edi-yu. Bismillah tavakkaltu alalloh va la havla va la kuvvete illa billahil aliyyun azim. Yoki hali kichkina kal yo'l ko'rsatamikina, nima deysizlar? Sinner deb qo'yibdi. Voy eshak. Kaldı görerlikçi. Ey Xudoyim, yo'q qopdimi? Kal o'tiribdi. Maçal kim endi? Pakistanlı prezident.
Mohonaga manchidan beri kirmaydi. Indiradi kirdiga. Okey. Biz yana tepaga chiqaryapti-da. Kalti tepadan olib tushdik-da. Ketdi. Bismillah. Makal yana yoqmayapti-da. Bir yoqqa borib oladi shu. Davay. Chiqishimiz kerak biz. Yana bitta Qur'on o'qib kelaylik. Mapolkalar ham ochilmadi eng kuziga. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Zvonokatdan kelyapti endi. O, mana. Kal o'tiribdi. Tepalarda bosib chiqdik. Lekin kalit yo'q hali ham. Bilib turuvdim-da, rasa zvonov bo'ldi, kelishimga o'tib qoldi. Hojatga borgim kelyapti. Atmen endi. Kirmagan ikkita xonamiz qoldi. Kirdik lekin oxirgi martalarda kirmagan. Şette bitta narsa borda. Voy, kalit topib chiqib ketamiz. Yo, mana shu yerda jon beramiz-da. Mana shu boltani olib chaversa bo'lmaydimikin? Boltalarni ham bekarga qo'ymagan-da. Meydagi rasm yo'q qolganiga hayron qolyapman men. Yana o'shaqa rasmlar bormikin? İtem yoğma yaptı bari. Vaa, Allahu Ekber. Bismillah. Bismillah. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Allahu Ekber. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت Vallahu muhitun bil kafirin. Endi anu kal topish kerak. Kalam menimcha mo narsa ham yo'q bo'lib qolsa kerak. Nomi nima deydi bilmadim.
Kanal rivoji uchun albatta bitta like bosib esdan chiqmasinlar ekan. Mana. Bu xonadan menimcha oladiganimizni oldik, sababi bitta nima bor edi, kalit bor edi, kalitni oldik meyitdan. Pastki galadonlar ma yopilib qolibdi-yu. Kim yopdi buni? Men atay ochib ketdim-ku. Tegmagin-u. Mana, mana shu yerda ham bu narsa chiqadi, ishoninglar. Mana, mana shu yerda ham bu narsa chiqadi. Hozir masu bu dushim chiqadi menimcha. Sababi pastda ham rasm bor edi. Pastdan ham bu narsa chiqdi-da. Bu yerdan ham chiqsa kerak. Endi roda biz mayitdaligimizda mayitdan to'g'ri qarab yugurdik. Moxonadamikin, ha? Tushunishkin. Bitta moxonaga kirmadik. Oxir kelganlarimiz orasidan. Ey Xudoyim, yoqmaydi, mashinaga darib. O'ch. Вырубите свет. Opa kelsa bo'lmaydimi? Kalt qaytaringni ayting, men sekin ketaveray. Boshqa qaytib kelmaymi, opa? Uy, o'tib ketdi o yoqdan bitta narsachi. Yo, menga ko'nyapti bu ish. Oshxonaga o'tib ketdi bittasi. Ne ham turibdi? Tok tuzukalik desam, tok o'zi uzilgan. O'shunda tok yo'q ekan. Svet yo'q o'zi. Yo'q tokda hozir nima chiqib turibdi. Вот это нифига себе. Biz yana tepaga chiqartiradi-yu. İshoninglar, tepaga chiqishimizni kutyapti, qani. Men hali ham bo'layotgan bo'lsa tepaga chiqamiz. Hali ham bo'lyapti. Qani tepaga. Bismillah. La havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Shu menga tualetlar qo'rqinchli ko'rinyapti, потому что tuvalet, dush, shunga o'xshagan joylar o'zi yomon bo'ladi-da. O'shaga joylarda ko'pincha bo'ladi. Plus ma rasm ham yoqmayapti menga. Menga rasmlardan ko'proq qo'yishinglar-da. Yo'q, hech kim tegmayapti bu safar. Davom etamiz. Darsimiz oxirgacha boramiz shunda xolasa. Ну просто adrenalin. Yana bitta kalit qanday topilmayapti-ki? Bu xonada lekin hech narsa yo'q. Ya'ni kalit shunga o'xshagan narsalar menimcha yo'q bu yoqda. Oh, o'sha hamma yo'qni ko'rib chiqdik, hozir yana bitta yerdan buf deb o'tib ketadi-da. Ana o kichkina o'shani topish kerak. Mo ovoz hali ham bo'lyapti-ki. Auzu billahi mineşşeytanirracim.
Hech narsa yonsa bilmadim ama men bu videoda montaj qilgan duxum yetadimi yo'qmi bilmadim. Bolalar ham yoqmayapti. Lekin balkim shunda qo'yib yuborarman. Bismillah. Tavakkaltu alalloh va la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hey! Moyam polka çekiliyor. Uy, ağda bıcıramaya koptu. Ya bıcıra yaptı hala. Hoppa, korktum ben Yunaka. Neyse triboga saptırıp internetten yuguru çıkarttı eşek. Ham yokka barıp geldi mi? Açılmayan joy kalmadı menimce. Apa halde turuş yine mi yine ya? Yani turu alıştıkça baş kanal götük alalım ki. İki zor tuğunu görme ahçıbam koy vermezsin mi? Zor tuğu göremem. Ne ben bunu vereyim kamerayı. Muhşat. Hoppa! Zerik bir etti korksak korktu. Ali ayet dedi kadir talim tutar. Ali kadir talim tutar ayetamadı. De tezra börüge aylanıydı. Tezra korksuz korktu yapı buna durmayın. Manda lag işte oynayalik de. Bitti tuvalette iş ko'rsatilmadi. Yani ham yoqda ish ko'rsatildi. Ma koridor turdik, ma yo'q qoldi. Ab mana xonada bo'lsa, ma tepadan pastga idishlar sinib ketdi o'zidan o'zi. Unsurlar nimaga ekan? Bular ham bejizga bo'lmasa kerak. Xo'p, ana xonani ochuvdik, o yoqda eja paydo bo'lib qoldi. Xo'p. Yana nima? Ma pastki xonadan eshik orada yopilib qolib ochilmay qo'ymaydi. Kukla bor esidi. Keyin opa. Shirik dedi eshitdinglarmi? Demak men kalitni oldimmi? Adashib kalit topib qo'ydimi? Qani opani bitta ko'rib qo'y. Yextga top deyapti. Opayam tezroq aylanib olmadi. Shukr dedi bitta narsa. Demak kalit topdim-ku. Oh, kalit topdim men. Ha, bunaqasi ketmaydi. Zo'rga eshik topuvdim, svetni o'chirib qo'yishdi. Ha, yoqinglar svetni. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya. Duaya teslim olaydı. Kul huvallahu ahad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bitta kalit qoldi. Kalit topamiz, chiqib ketamiz. Mana shunaqa videolar yoqyaptimi? Horror janrida, futboldan tashqari mana shunaqa let's playlar qilib turaylikmi? Nima deysizlar? Qiziqmi?
Ey Hudayım. Ey Hudayım. Ne morg mu bu? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Manımı? Eşidir üç ekan bu. Ha, eşi yapılıp kaptı. Uy. Oh. Oh. بسم الله بسم الله حسبي الله ونعم الوكيل. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Let's do it. Let's do it. Bismillah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allahu la ilahe illallah. Huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la nawm. Ya Allah'dan başka hiç kimden korkmayamiz. Üstüge ham chiqaramiz kerak bo'lsin. Nima o'zi bu? Ey Hudayım. Boyab turibsiz bu yerda. Apaga boramiz. Va Xudo. Ya. Boraman men ba. Vay harom. Bitta ona kaldı qo'yib qo'yishdi yana. Allahümme inni a'udhu bike minel khubsi vel habais. Allahümme inni a'udhu bike minel khubsi vel habais. Mana kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun albatta opsiyaniyadagi Instagram kanalimga ham o'tib qo'ysanglar yoki bo'lmasam Instagramdan link qo'ysam ham bo'lmaydi. Hozir kanal yangiligi uchun Zikos Games deb yozsanglar chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta mana shu kontentlarni ham xudo xolasa ko'paytirib boramiz. Qisqa joylarni ko'rmay qolgan bo'lsanglar nobog'da. Ama şunu da tep versem bo'lmaydi mi? Yetimler ham sıra chiqmaydi. Qo'qitib, valneniyaga solib, kelgandan keyin bitdi. Shunda paydo bo'ladi. Eshaklar. Ama eng qo'rqitgan momenti onda yurib ketayotgandim yo'lni. Shunda chiqib qoldi-yu. O shunda chichivara dedim boru. Mayli, ekranni o'rganmaydi, basoralikchi. Nima svet yo'q? Ha, bor ekan. Nima biz tepaga chiqishimiz kerakmikin o'shunda? Ma qizil yozuv. Find 5 dolls and drop them into the grave.
Найдите 5 kukol и бросьте их в могилу deyapti. 5 ta kuklani olib turib o'shunda qabrga tashlash kerak ekan. 5 ta kukla, bittasi menga kal, to'g'rimi? Mana bitta kukla mana. Qanday oson bo'larkin? Settings. Controller. Shift run. Resume. 5 ta kukla top deyapti, bo'pti. I mogilaga tashla, ya'ni qabrga tashla dedi. Xo'p, mayaq nimaga ham qorong'ilashib ketdi? Qabr bizda o'shunda mana bo'lyaptimi? Eshik ochildi bizda. Voy haromi. Beshta kukla topib qabrga tasha dedi. Ma opa hali ham bo'lyaptimi-ki? Hali ham bo'lyapti-ki. Opa, kukla ko'rmadingizmi? Qizingizdan so'rab ko'ring-chi, kukla o'ynamaydimi-ki? Yetim oyoq tagida o'rlashib o'lyapti-da kukla. Hop. Ikkita kalni topdik. Oy, 5 ta kukla topish kerak. Ya'ni 3 ta topish kerakmi shunda? Mohonani qaradik, hech narsa yo'q ekan. Hop, endi bu yoqqa kiramiz. Ya bu yoqqa ham kiruvdik hacha. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumit. Va huwa hayyul la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hop. Qani bismillah. Maşallah kirib yurar. Ye xudo, va bu yerga qo'ymaydi-da. Uchta bo'ldi. To'rtta bo'ldi, 5-inchisiga yetdi. Bu topishla kerakmikin yo avolish ham kerakmikin? Oxirgi xona. Mashatda bir narsa bo'ladi. Oh, yani 5 tane topdik. Ya kim yaptı bunu? Yapış arasam he. Endi 5 tane topdik. Hali podvalga tushib turib, qabrni ustiga borishimiz kerak ekan endi. Opada ham bitta ish bor-da. Muzikani qo'y. Janonga bordim bir kecha. Mastoginam, janonga bordim bir kecha. Borishalarga bor agar sevsa seni. Mendan ham kuchliroq kerakmi senga? Mendayin telbaroq oshiqu bemor. Muassivetam o'chatdi ishoninglar. Va 5 ta kuklani topdik. 5 Ey xudoyim. Ya men aravani olib ketib 5 on solib kelishim kerakmikin?
Apa ha, nerede adası dizisiz? Timaladoy, Yamaladoy. Çıktı Zalatoy. Olmaysa ama. Hop. Hop. Bu yetimi uzadan 5 o'xshab ketadi ekan. Mendan yur, birod 5 dedim to'g'ri. O'zgarib qolgan bo'lsa? Yo'q. Menga ham o'rgatmaysizlarmi shu ikkita ekrandan bitta narsani chiqarishdi? Hech bilmayman-da boru. Men ikkita monitorim bor, bittasida ni narsani ikkinchisiga o'tkaza olmayman. O'rgatmaysizmi, opa? Yo'la, tura olmasdan. Ma narsa nima endi? Kim qo'ydi buni? Kim ma ko'zni qo'ydi? Mashhada bitta ish bor. Bratishga. Yi. Ha, olinadi ekan bular. Qolgan ikkitasini ham olishimiz kerak yozimiz. Ikkinchi etajda bittasi haligi tirilgan xonamizda asti. Oxirgisi qayerdaskini? To есть yani ikkitasi degani. Mana. Bratishga yurib ketdik. To'rtta bo'ldi. 5-inchisi qayerdasiddi? Bu xonada yo'q eshitdi adashmasam. Ha, u tumban ichida bo'ldi. 5 ta bo'ldi. Oo! 1 soat tashibdi. Shuni olib boramiz, xudo xolasa tugaydi keyin. Bismillah. Tavakkaltu alalloh va la havla va la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Merre yaz kaldı. Kemi düştü ular işi. Bir kibrit bul vedelere yak. Nime degen endi? Gapirsangiz o'zbekcha gapiring. Hop. Найди спичку и сожги младенцев. Endi spichka gugurt topishim kerak ekan. Gugurt qayerda ekan? Menga o'rgatmadingiz-a, babirchi. Ara men uni belimga olmasam bo'lmaydimi? Gugurt topish kerak ekan. Find fire and burn babies. Oh, find fire, gugurt top and burn babies. I ana ballar yakvar deyapti.
Bismillah. Abarı koysam boğulmaz mıydı? Bitti kağıt meyitten çıktı. Koks yani oynaydigan adamlar bo'lsa. Aşetti kağıt var ekan. Kağıt var ekan. Kayıtda bo'ladi değil mi? Güyüt aşxonada bo'ladi da kayıtda ham bo'lasdi. Ma opacha hali ham aylanmabdi vampirga. Birora chekilik. Meytda ko'ziga hayron bo'lyapman-da. Kim qo'ydi endi mani? Kim qo'ydi? Bismillah tavakkaltu alallohi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Endi ochilar ma narsalar. Yut oshxonada bo'ladi. Yut tuvaletda bo'lmaydi-yu. Uf. Mayli, topamiz o'zimiz. Hop, oxonaga kirdik. Balkim shu xonadadir. Chunki bu xonada o't yonyapti, to'g'rimi? Shanilar kamerani orqada o'ynash bosh. Uy. Endi yoqib o'chirsa bo'ladigan bo'lib qoldi. Ha, bolalarni yoqib kerak. Nima bilan yoqamiz? Ha, bu o'chirib qo'ysak problema bo'ladi-da, yonib turaversin opacha. Mana. Bismillah. Yana tepaga chiqartirayotgan-da. Tuvaletda bo'lmasa kerak endi yigit. Ma kim qo'ydi? Ye, qonga to'lib qolibdi-yu. Qonga to'lib qolibdi-yu. Nima ki ya yigit? Bitta xona qoldi, chiqqan xonamiz o'sh xonada bo'lsa, ma opacha yana turib ekan. Bitta chiqqan xonamiz qoldi. Ani bismillah. Bu yerda hech narsa yo'q. Shanba 20:00da. Boriga baraka. O'chirib qo'ysak chiqamikin yo bizda?
Opa, hamma narsani hamma nima joyida qarab chiqdim. Gugurt yo'q ekan. Nima qilay? Shuncha istaganimda nima deyli bo'lsa, o'zini aldayli gugurt bo'lsa. Yer osmonlar qarab ketaylikchi. Ma'da opacham o'chdimikin? Bu ham o'chibdi. Lekin bu yoq ishlamayotgan. Nariya glavni ekan. Bolajonlar, o'tiribsizlarmi? Vo! Ha, men gugurt topib kelibman hozir. Bu kunlaringdan battar bo'lish. Hamma ayb senlarda bo'g'bog'im hayotlarida tagida aralash. Oxiri alamni oldimi? Endi darshi nima bo'ladi? Mayak polni qop-qorong'i bo'lib qoldi-yu. Hali eshik oldiga boraylikchi, o'sha yerda yozuv bor esti. Telefonda o'zinglarni uzoq tutib turinglar. Find free and born babies. Find free emas, fire degani. Find fire and born babies. Bolalar yah verdik. Ya'ni yombi tushdimikin? Vo? Uy! Ma. Vallahi diye verdik. А дальше что? Bo'ldimi? Ketsam bo'laman endi. Aytganlaring hammasini qildim. Ma yetim svet o'chib qolmasa aylata. Yurak sezyapti-da. Hayda xabar bor eng qizig'i. Xabar qani? Uy, lestnisalar o'zgarib qolibdi-yu. Ha, yetimlar. Eşiydi kim yaptı? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil 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 azim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Endi haligi ma televizorda oqib kelishini ha? Birov nafas olgan sizlarga ham eshitildimi yo menga aylami? Find fire and burn babies. Burn degani o'shunda burn tug'ilishmasmidi?
Переводчик. İngilizce bilmesen ham qiyin-da. Bo'rin. Borin ekan. Zajgi deganim. Garet. Da yoqvor deyapti. Biz yoqib oldik. Nima qilaylik endi? Eshik ochilmayapti, chiqib ketib bo'lmayapti. Uch marta aylanverdi. Endi bu narsa bo'lsin. Vahshat turishim kerakmi men? Eshik ochildi. Endi biz hozir bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Bu uyi bozan ahatiti bul ve git. Git degani ket degani shuni bilaman. Bu uyi bozdan ahatari bul ve git. You broke the spell, find the key and go. You broke the spell. Tezroq qoch demayaptim ish qilib. Ты разрушил заклинание. Найди ключ и вперед. O. Men sehrli ucu nima qilibman? Nima deydi? Shamni kim qo'ydi? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyun azim. Takıllatma Kiraring eshigi ochiq. Opa hali ham tirik ekan. Kalit topib endi qochish kerak. Endi ochilmayotgan joylar ochiladi. Qayta ochilmayotdi deymi? Hop, oshxonadagi tumbalar ochilmayotdi. O'sha yoqqa borishimiz kerak. Qo'lim qizarib ketganini qaranglar. Nima oldu ekan? Bismillahirrahmanirrahim. Endi ochilarmi tumbalari? Hali ham ochilmayapti. We were born to die. Bir tepa chiqartiradi ekan-da bu. Muvaqqatdan paydo bo'ldi. Ha bu bizni qishloqmi yo? Find the exit key. Chiqish kalitini top deyapti. Mahana kirdikmi, kirmadikmi? Ha, birinchi yoqqa kirdik ya biz. Bismillah. Bismillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Короче biz zaklinaniyani, ya'ni sehrni men aytganda yo'q qildik. Endi bu yoqdan svaливаться нужно dedim. Bu yoqdan qochish kerak. Hop. Kalt topishimiz kerak endi biz. Kalt qayerda bo'lishi mumkin? Uf, bitta xona qoldi. Eshak yoqmayapti shu xonachi. Kim yaptı deyler mi onu? Yo'q kalit. Mana ham yo'qdi qaradim. Qaralmagan kayıt kaldı ya.
tagilar qanday ochiladi ekan yo ochilmaydimikin? Maşın streamda sizlar bilan gaplashib qilsam bo'lamidi? Shuning uchun obuna bo'linglar. Tuvalette yok. Bu yerlerde yok. Bence exit key deyapti. Opa, hali ham kutyapti ekan bor. Aylanoma yapchagili bo'riga. Bo'ri bosarga. Hindular. Oshxonaga ham kirdik-da. Xona qolmadi. We were born to die. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. Aka, boradigan joyimiz qolmadi bizni. Nima qilaylik? Hamma yoqqa borib chiqdik уже. Yana qayta kelamiz. Kalit yo shu atrofdamikin, ha? Eee. Kalit topolmayapti-da, akalar. Muzikani kim reaksiya yaptı? Men qayta o'chiryapman, kelib. Yoqishmagan, tegishmagin shunga. Televizordan zo'rg'a tuzatdim. Where is the exit key? Chiqish kalit qayda? Ya, bosilib ketdi. Eche. Qaydasan kalit? Izladim vaslingni. Bepoyon gullar. Sog'indim. Bebaho qalbingni. Yurak ado so'ndi. Shuni ravo ko'rdi. Butunidek bo'ldi. Ya yondi taqdirlar. Qur'onni ham, ashulani ham, boshqani ham hamma yoqda ko'rdik-ya bitta videoga.
Opani qo'yish kerak yo. Hamma o'qib ko'rdik. Opani qo'yib ko'rsak bu narsa bo'ladi-da. Ishoninglar. Bo'lmasa hamma yoqda 2 martadan qarab chiqdik. Tepadan ham 2 martadan qaramadik, 1 martalik qaradik. Tepaga chiqib ko'raylik rostdan. Kalit. Voy yetimcha, voy. Boshda bitta mana zubnoy shotkaylar bor esti. Bittasi. O'sha zubnoy shotka 2 top qopti. Mana bu taragan bo'lib qopti. Kommentariyada keyin videoga fikringlar haq bo'lsa, mana yozib ketaverasizlar. Qachonga chizilayman ekan, nima? Ma ya kim yaptı? Yapışı arasam he. Hatta açıp yapmam mı? Açıl. Qaydasan vampir? Ama açılam yine. Bu ama açılmaydı ki. Yangilik turalik hiç olmazsa azgın olsa ham qo'rqitsin. Endi tashqaridan sal nito havo ovoz eshitilsa hali qo'rqonaman. Ochilmayapti bo'lmasam mashitda ishoninglar. Stolni yomon turgizib qo'yishdi tova. Bir yarım saat oldu. Kağıt topolmayapsiz hali. Find exit. Key. Çiçek ahantarini bul. Ahantarini bul degan top deganimikin? Çıkmaz. Найди ключ от выхода degan ekan. Uf. Salli ala Muhammed. Kapıyı kapat. Ama üstte turali içici. Zombiler mi? Tane shop gitti yüzü. Çarjım gittim ciddi atlasam mı gibi meşetti.
Tentasini ochib o'qib yursa bo'lmasmikin? Hech narsa o'zgarmayapti, boru prosta yuribmiz. Yana yopib qo'yishgan bo'lsa, bu safar tegishmabdi lekin. Ucu ha boshda mana shu ovozdan qo'rqyapti, qo'rqmay ham qoldik. Özüm uyumda yürüyenle yürüp ben bari. Yaşlığımızda bize maşa galadanımız bolas. Ya bu yoqda hech narsa chiqmayapti. Shu yarim soatdan beri prosta tak yuribman. Lutcha pastga tushamiz shekilli, yo. Pastga tushaylikchi, bizdan nima ketdi? Lekin pastdan ham kalit topolmadik-da biz. Uy unchalik katta emas, lekin kalit topolmaysan ekan. Qo'rqmay ham qoldim, uja chiqsa ham mandaylar. Ha, yani chiqdingmi deydigan do'ppa. İnternetten ko'raveraman shekilli, yo. Harbi böylece. Bitta kalit topish shunchalik qiyin bo'lsa, qani tepadagi boshda tug'ilgan xonamizga chiqib turib duo qilib qaytib tushamiz. Onu ketdi.
paydo bo'lib qoldi просто tak. Men chiqib ketsak bo'ldimi, yutdikmi? Sabab biz sehrlarda yo'q qildik-da, o'shunga hech kim ko'rinmay qoldi. İblisni, короче, sehrini yutdik. Sehrni yutgandan keyin u yoqqa hech narsa ko'zga ham ko'rinmaydi yoki oldidan chiqmaydi ekan ham. Просто taksiz nima deydi? Kalti topib turib chiqib ketish kerak ekan, xolos. Chiqib ketish uchun просто tepaga chiqib turib, YouTube'dan men ham oxiri topa olmasdan ko'rdim. Tepaga chiqib turib, hali birinchi tirilgan xonasida jichcha turasiz ekan, o'sha men u yoq qildimmi, ko'rsatdimmi, o'shani qilib turib, pastga tushib, oshxonaga kirib turib, kalit topib turib, shunday chiqib ketsa ham bo'lib turgan ekan. Oyun lekin realni yaxshi ekan. Xudo xolasa iblisni 2sini ham, 3ini ham o'ynab ko'raman. Agar mana shu videoda yaxshigina aktiv ko'rsatib beradigan bo'lsanglar, xudo xolasa keyingi sonlarni ham chiqaraman. Chunki buni 2si ham, 3i ham bor. Keyin balkim stream qilib boshqa horrormidi, boshqa let's playmidi qo'shamiz. Taklifinglarni albatta kommentariyaga yozib qoldinglar. Qanqa o'yin o'ynaylik deb atav. Like bosib obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Zico Games kanalida keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.